Bizni nevaramni u gadjetlardan ajratish uchun olib kelmadik, balki o'zi yoqtirgan soha bo'lgani uchun olib keldik. Va o'zi ham nima desam ekan, bir nimalarga erishgani uchun, o'zi hali kichkina, 8,5 yosh, lekin bir nimalarga erishgani uchun yana ham qiziqib qoldi. Haqiqatda bu yerda unaqa muhit yaxshi ekan. Keyin ular o'zlarini bajargan ishlariga kafolat berishar ekan. Shu narsa menga yoqdi va hamda jamoa bilan ishlashni o'rgandi. O'zi yolg'iz bola bo'lgani uchun jamoa bilan ishlashni, sheriklari bilan chiqishni o'rgandi. Menga shu tomonlari yoqdi. Endi yaxshi natijalarni kutamiz endi. Endi mana kelib nazorat qilib o'tirganda ham o'sha unaqa ish jarayonini ko'rdim, menga ma'qul keldi. Endi juda ko'p joylarda reklamani juda ham chiroyli qilishadi-yu, lekin amaliyotda bunaqa bo'lmaydi. Lekin sizlarda o'sha reklamaga munosib ish qiladiganlarni men guvohi bo'ldim-da. O'ylaymizki, bundan bu yog'i ham yaxshi bo'ladi. Boshqa ota-onalarga haqiqatda farzandi qiziqadigan bo'lsa, men tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki naqada hozirgi bolalar juda ham bilimdon, ko'p narsani bilgiligi keladi. Shuning uchun o'zi qiziqishlari bo'yicha shug'ullansa, albatta biror bir yaxshi natijaga erishadi.